Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiyada size Gazi Rozi. Washington'dan sözleyimiz. Leksiyalarımız mundaq. Bugün Amerika matbuatları Janjadan Jungo iqtisadını kayniga yandırgılı bolmaydı dep körsettiği mavzuluk makale. 12. ayının 26. gün Dovitor biti ilan kılındı. Haber mundaq başladı. Demek Amerika matbuatları Janjadın'ın makalesini yeki sözünü anlattı, körsetti diyen gibi. Janjadın bu silah tanışlık adam. Jungo şunas. Siyasi obzorçu Janjadın devlet menfaati jurnalıda Jungo iqtisadını emdi. Keynige qaytırgılı bolmamdı. Mavzuluk makale ilan kılıp mundaq körset. Jungo iqtisadi del hata nişanlı boylap terakki kılıvadıdır. Avval, gerçi Beycan bar küçünü işıq salsa mı, xalq pulunun xalqarada işletiş önemi tüvellep ketdi. Eğer kapitalını kontrol qilish bolmaydigan bolsa, Xitay puli hiç nimege arzimaydigan qog'ozga aylanib qoladi. Uningdan qolsa qattiq nazorat qilish siyosati nurg'un chet el shirkatlarini Jungoga mablag' solishni xohlamaydigan holga keltirdi. Münasebetli kapitalını tizginleş tedbirleri mi? Kapitalının sırtqı ekşini tizginlep kalalmıdı. Bunun başka Jungo'nun ameli privat zapisi kölümü Beijing jakarılğandan az. Beijing'e ait tez arada kımmeti acizlap ketken xalq pulunu qutquzuş üçün zapas privatının hemmisini xajlap tügütüdür. Ahırda Jungo'nun milli daramatının eşi, Jungo'nun qarzının eş berişinden kayni de qalıdı. Şunun üçün Jungo iqtisadi qutquzub alğılı bolmaydigan bir ahvalga düşüp qaldı deydi o Janjadın. Endilikti şunun münasibetlik. Anda nime deydi? Jungo iqtisadının taraqqiyat yüzlenişinin boşap ketişi, Xi Jinping'nin hukukunu müstakemleşke faydasız buludu. İki cihetdeki muqamsızlık, Jungo'nun taşqi siyaset qiyafetini muqamsız bir ahvalga tushirib qo'ydi. Janjadın nim deydi? İqtisadga bağlap Jungo'nun ichki qismidagi muqamsızlık, Jungo'nun taşqi siyaset dairesida muqamsızlık paydo qiladi deydi. Bu yerda inchki bir gapni o'tirib qo'yadi. Endilikda Amerika Ovoz radiosunun maxsusdan yozg'isi Xechinglianning maqolasiga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Xechinglian Amerika bilan Jungo'nun iqtisod urushi mavzuli xabar 12. ayının 24. günü Amerika Ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Bugun vatandoshlarga bu maqolani tanishtiramiz. Maqola mundaq boshlangan edi. Prezident Trump'ның ko'nglidagi bir ish Jungo Amerika savdosida Amerika tarafning nayt zo'r miqdorliq ta'sir farqi duchor bo'lishidir. Çünkü Jungo Amerika savdosining tangpungligining buzilishi nayt zo'r miqdorliq yakka tangpungliq alayidlikka ega bo'lib qolmasdan bundaq alayidlikning 30 yil davomlashganligidir. Yakka tangpungliq degan vaqt ta'sir balansa Amerikaga yuklanıverdigan, Amerika bu pulni chiqaraverdigan faqat bir tarafla. Shuning bilan Jungo ile o'tirib selishtirganda yakka tanglik barobarlik alayidligi gördü. Savdoda ta'sir farq 1985 yilidagi 390 milyon dollardan 2015 yilning oxirigacha 300 milyard 657 milyon dollarga ko'paydi. Diqqat vatandoshlar. Jungo ile Amerika savdosida ta'sir farq, Amerikaliklar ziyon tortadigan ta'sir farq 1985 yili 390 milyon dollar bo'lsa, 2015 yılının ahire kelgende 300 milyard 657 milyon dollara köpeydi. Aleyh şehirler. Elimi çizip de Amerika halkı vatandaşımı. Bu san halkara son tarihinde rekord yaratkan bir hatıraya bulup kaldı. Mundaq ahvalga duçar bolganda Prezident Trump Amerika'nın bundan keyingi prezident bo'lish sifati bilan savdodagi ta'sir farqini mayliga qo'yib beralamdi. Mümkün emas. 2001 yılı Nobel iqtisod mukofotiga erishgan Joseph Stiglitz mundaq ahvolni mundaq tasvirlagan edi.
muayyan ikki davlatning doimlik turlaridagi kirim farqi yana ta'turi farq milliy daromadning 5%dan olqib ketsa jiddiy so'rkilish paydo bo'ladi. Agar 2% eşib ketsa, ikki davlat o'rtasida o'ch elish harakati boshlanadi. Agar bir davlatning ikkinchi davlatiga savdo ta'turi farqi 20%, 30% dan eşib ketsa, bu albatta siyosiy masala bo'lib qoladi deb ko'rsatgan ekan. Xechilian maqolasini davomlashtirdi. Prezident Obama hukumati Jungoning to'kma qilib setishi qarshi turdi. Jungoni Amerikaga eksport qilingan plat ko'mirga nihoyat zo'r miqdorda to'kma qilib setish bejaldi. Jungoning Amerikaga eksport qilgan plat ko'mir mahsulotiga nihoyat zo'r miqdorda to'kma qilib setish bejaldi Amerika. Jungoning tovar mollariga 11 qatim tekshirish olib bordi Prezident Obama hukumati. Yana 13 qatim Jungoni Dunyo savdo tashkilotining sotiga topshirdi. Qisqasi, savdo urush voqeasiga kengaytmaydigan doirada Amerika qilish tegishli ishning hammasini qildi. Prezident Obama hukumati mushlarni qildi. Cümleden Amerika Jungo Dünya Savdo Tashkilotiga kirgan 15 yillik xotir kuni mezgilida Jungoning bozor iqtisodiga o'tgan davlatlik o'rnini e'tirof qilmadi. Yangi saylangan Prezident Trump ogohlantirish berib, Jungo bundan keyin savdo nizomnomalari va qoidalarga amal qilish kerak deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning qo'lidagi asosli kartlar qaysilar? Birinchi, Jungoga savdo embargo siyosati yurgizish. Ikkinchi, Jungo bu davlatni pulni kontrol qiluvchi davlat deb bekitish. Jungoning privat bozori baho benormal laylab turibdi. Privat bozorda Jungoning pulni kontrol qilgan davlat deb bekitsa, amaliy asli o'rniga qaytargan bo'ladi. Jungoning shu bozorini. Bundaq nam belgilengandan keyin Amerika 1974-yili ma'qullagan savdo qonunining 310-moddasiga asoslanib Jungoga jazolash xarakterli boj qo'ya oladi. Har ikki davlat o'zining qo'lidagi kart asoslanganda Amerika ustun o'rinda turib kelyapti. Demak, bu yerda Xechilian xonim Jangjadin apandilarning iqtisod ustida to'xtalganligi navbatda Jungo iqtisodining qaysi holga kelib qolayotganligi to'g'ri so'zlayapti. Bu hol nihoyat uzun davomlashmish holga keldi deyli. Her davr, her qatim, her yilda iqtisodning o'zgarish ahvolida farqli bo'ldi deyli. Hozir endi nega keldi? Hozir Amerikada yangi saylangan Prezident Trump iqtisod savdo urushi boshlaydigan bo'lsa, Jungoning yuqoridagi ahvolga tushib qolgan iqtisodi nega berib, nega to'xtaydi degan masala.